Hürmetli vatandaşım, bu haftalık leksiyemizde başlayımız. Leksiyede sizgacılığız. Rusya'nın zavalgı yüzlenişi ve Xitay Kompartiyası'nın yumuşap ketişi mavzuluk makale. Şetiyen blogudan Cumhur'un nazar torbite köçürüp çaplandı. Makale mundaq bayan kılın. 2014 yılının ahir yetip kelgende dünyanın siyasi sahnesi intayın kızıqardık, nazuk ve ciddi özgürlüş yüz verip, Rusya zavalgı yüzlenip, Cumhur Kompartiyası boşap ketip, Şimali Koriya qalcırlaştı. Kuba sosyalistik devleti Amerika'ya yakınlap geldi. Bolup mu Rusya bilen Cumhur Kompartiyasının özgürüşü, iki devlet iktisad tezlik bilen terakkiyatın toxtab qilish ve iktisadın yamalışıp ketişi bu devletlerin taşqı, yani başka devletler bilen bolgan münasibetlerini intayin nazik bir tarafga, xotirjamsizlikka başlayıp etdi, yoki şu tarafga o'zgartib o'tdi. Yaşanıp kalgan cüngülüklarının emmisiga ayan ki, dep yazıdı makalada. Sevitlerinin bugünü cüngülüklarının etisidir. Siyasi noktadan qaraganda Rusya'nın bugününün çokum cüngünün etisi işkelligiga her kandak adam işinidir. Lekin yanıla yakından beri rublinin pahallaşqanlığı adamlarni texmi boy tasavvuriga yetaklaydi. Rublning buguni yoki Rossiya iqtisodining buguni pul pahallligi, tashqi provodning tezlik bilan hajmlanib ketishi, iqtisod taraqqiyot chekinishining muqarrarligini oshkorlab qo'ydi. Bu hol Xitoy xalq puli va Xitoy iqtisodining atisi bo'lib qolamdi qanday? Dünyani enchiklik bilan kuzatganda bu mumkinlikning 100% ehtimolga bakmaydi. Rossiya iqtisodi yana gumron bo'ladigan bo'lsa, vativarik chiqib ketgan rublining holi Cumhurning iqtisodi qanday ta'sir ko'rishi mumkin? Biz va siz ikki davlatning iqtisodiy to'xtamlari rublini hisobot birligi qilganmi? Xitoy xalq pulini hisobot birligi qilganmi yoki boshqa pul yoki Amerika dollarini hisobot birligi qilib iqtisodiy to'xtamga imzo qo'yganmi deb savol qo'yamiz. To'xtam tuzilganda pul qimmatining o'zgarishi, provod qimmatining o'zgarishi alayida moddalar kirgizilganmi yo'q? Agar to'xtamda belgilangan qimmatbaho Rossiyaning Cumhurga mablag'i selishi rubli bo'yicha hisoblanib, Cumhurning Rossiyadan tabiiy gaz sotib olish to'xtami Xitoy xalq pulini yoki dollarni hisobot birligi qiladigan bo'lsa, undaqda Cumhur tarafdan mablag' selishga to'langan o'sim masalasida Cumhur intayin zo'r avorchilikqa yo'l qo'ydi. Embargo siyasi hamnipet bahası, pul kımmeti, pul pahallığı her taraftan ot elişki başladı. Rusya'nın iqtisadi müşkilat işçiye kirip kalganda, işki sebepten nazar ağdırsak, Vladimir Putin prezident, efendinin özara hukuku münasibetli kapitalizmi ve iqtisadını qoğlaş siyasi qatarlıq taktikler Rusya'da iqtisadının uzun müddet terakki qilishini boğup qo'ydi. Rossiya iqtisodining energiya va xomashyo eksport so'disi tayinib qilishi Rossiya iqtisodini intayin ko'p ojizlashtirib o'tdi. Rossiya iqtisodining taraqqiyoti tashqi sabablardan qaraganda Rossiyaning Qrim yerim orli besib olishi Amerika va Yevropa qatorliq davlatlarning shu sababdan Rossiya Federatsiyasiga iqtisodiy embargo siyosatini qo'llanishi Rossiyaning iqtisodini bugun shu ahvolga keltirib qo'ydi. Uning ustiga xalqaro bozorda hamnipet bahosidan to'lab ketishi, qatorli xilma-xil kuchlarning o'zaro rol o'ynashi orqali Rossiyaning iqtisodi intayin zo'r zarba elib keldi. G'arb lagerining embargo siyosati Rossiyaning xalqaro pul muomala munosabatlari yo'lini o'zib tashladi. Ba'zi cumhurliklar Rossiyaga pul muomala sohasida yordam berish kerak deb qarasa-mu,
Rossiya iqtisodiy taraqqiyotining manzilisidan Rossiyada xam nefet kirimining to'llab ketganligidan qaraganda, Jungoning bankirlari yordam berish masalasi ishkilinib qolishi mumkin. Onun üstüge Jungo Rossiyaga yordam berish masalasida Amerikadan ayminishi mumkin. Rossiyada pul qimmatining o'zgarishi, pul pahalligining yuqori ko'tarilishi bu Rossiyaning qiyin masalasidir. Rubl qimmatining tushib ketishi, import qilingan mahsulotlar bahosining o'rlab ketishi, pul qimmatini saqlab qolish va besimdorlik ro'y holati Rossiya fuqarolarining chap-chap setib olishini ilgari surib, mol bahosini texmi o'rlitib, pul pahalashini tezlatib etishi mumkin. Mustabid prezident Vladimir Putin liberal iqtisodshunoslarning taklifini rad qilib, Rossiyada pul muomala krizi portlagan amman kechga qolganligini es qilishi mumkin. Prezident Vladimir Putin qiyinchilik petib qolgandimi? Jungodan yordam so'ramasligi mumkin. Amaliyotda Likochang yordam beramiz deb berdi. Rossiyaning vaziri Medvedev efendi buni rad qildi. Jungoning amaldorlari bo'lsa, Jungo-Rossiya hamkorlik xalqaro jamiyatning undaq yoki mundaq deshiga uchirmaydi deyishdi. Rost shundaqmi? Jungo Laybotning daryoda o'tishi kelib qolishi mumkin.